إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. 31 iyul Hijri kalendar boyunca 10 Zülhijja ayı Qurban g'ayiti kuni bo'ldi. Bütün musulmon xalqida, shulay bizning rayonimizda da masjidlarda g'ayit namozlari o'qildi. Takbirlar aytildi, to'g'an tomoshalarga, ko'rshlarga, muhtojlarga qurban qo'shtanishlari berildi. Dunyoni quloshlab olgan koronavirus pandemiyasi kiritgan tuzatuvlar Qurban g'ayitine de o'zgarishlar kiritdi. Rayon o'zagining Tavba masjidida yezgi bayram ochiq havoda, masjid oldindagi territoriyada o'zdi. Namoz vaqtida Rospotrebnadzor tarafidan taqdim etilgan barliq choralarda tugal o'taldi. Masjidga kelgan har kishiga qopqa oldinda bitlik, pershatka taratildi. Ishar uchun suv taqdim etildi. Namozga tizilganda belgili oraliq saqlandi. Chorani Ilish ham Boqali rayonlarining imom axundi Rustam Hazrat Abu Shahmin namoz bilan boshlab jiberdi. Niyatlar qildi, suralar o'qidi, va'zlar so'yladi. Allah subhanahu wa ta'ala şu izgi günlerimizni, g'ayitlarimizni mübarek qilib, oldagi kunlarimiz ham yillarimiz hayırlı bulup, mol bulup, ikmakli bulup, tinch bulup, soğursuz, fitnesiz, birdemlikte, iminlikte, tinchlikda, İslamda, imanda, ihsanda bulup yaşavlarimizni barımızga da nasip kılsa idi. Mübarek olsun bugünkü bayramlarimiz. Tavba masjidining imamı Artur Hazrat Gabdulin Qur'on o'qib eshittirdi. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Salatu vesselamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme nevir kulubana bi hurmetil Kur'an ve yesir umurana bi bereketil Kur'an ve şrah suduruna bi tilavetil Kur'an ve afir zunubana bi ginayetil Kur'an. هاول لنا سكرة الموت بشرف القرآن ثقل ميزاننا يوم القيامة بعزمة القرآن إنك أنت الحنان المنان يا ذا الجلال والإكرام. Rayondaşlarını izgi bayram bilan qutlarga munisipal rayon hokimiyati boshlig'i Ildar Mustafin kelgan edi. Ol jilgan xalqni bayram bilan tabrikladi. Illaribizning tinch bo'lishini tiladi. Ruxsat eting sizni shu bayram bilan chin ko'ngildan ixlos tabriklarga. Быйылгысы ел bayram şu şartlarda o'zi barliq avullarda, rayonda aytasi keleyindi. Birinchidan sog'lik salomatlik o'zingizga, yaqinlaringizga, semiyangizga, mo'llik, iminlik, tinchlik. Bıйылгысы ел o'zinchalikli yil. Bıйыл endi bek ko'p ishlar boshlab mana yatamiz Allohga shukr. Uğurlar boshlanib yata, biratna xo'jaliklar bek mo'l tirishib, huzur xizmat qo'yib, ekin o'stirdilar. Bu Pagodalar şartları turib kelsa, Xudoy nasib etsa, avgust ozoqlarini tamamlarmiz deb turamiz. Barig'izga da tag'in bir qat salomatlik, sog'lik, bayram bilan barig'izni da. Bayram namozidan so'ng xalq uylarini qurbon cholarga, siy ne'matli uylarini oshiqdi. Alloh Taala bu izgi bayram kunlarida har barchamizga da ko'ngil tinchligi, iymon boyligi, barakatli uzun umrlar nasib aylasa edi. Qilgan duolarimizni, izgiliklarimizni, bergan sadaqalarimizni hamda endi sholg'an qurbonlarimizni qabullardan qilsa edi. Oygul Mullayanova, Ilish teleradiokompaniyasi.